9.400.000 so'm sarflangan 6 ariqli klientimizning mashinasi tayyor bo'ldi. Videoda oxirigacha ko'ring, nimalar sarflandi, nimaga pul ketdi. Kapotiga, krelosiga broneplyonka urib berganmiz akalar. 210 mikrolik zo'ridan qaranglar. Biletskiga bitta baho beringlar. Undan tashqari oldi farasi sal qorayib turibdi, bilasizlar. Quyoshda yana ham qorayadi. Oldi orqasiga broneplyonka urib berganmiz, quyoshda qorayadigan. Polni elektrikchidan qilib berganmiz. Yangi mashinani uzun tumannisini olib tashlashgan ekan, Zavodskiy tumaniga qaytarib, sensorlar ishlamagan ekan, sensorlar ishlatib, slipoy datchiklar ishlamagan ekan, slipoy datchiklarni ishlatdik. Xudo xolasa, mashinani elektrikchidan qilib chiqdik. Polni full hadovoy qilib chiqdik akalar. Mashinani Biletskiga bitta baho beringlar, voy mashalloh. Akalar, undan tashqari orqa tomonni ham ko'rsatib, quyoshda qorayadigan broneplyonka urib berganmiz. Mana akalar, nomerini alohida tegma. Xo'p, salon ichiga kiradigan bo'lsak, eng qiziq akalar, 9.400.000 so'm ichida laboyi qora sonzashdan yaxshisini urganmiz, qaranglar. Hech nima ko'rinmaydi. Eng qizig'i ichida odam o'tiribdi, ochib ko'rsataman. Kozirovkalari bonus, lyukka tonirovka bonus. Xo'p, oyoq taglarini ham qilib broneplyonka akalar, rosa kerakli joyi. Monitorlar broneplyonka, barni boshqatdan noldan uстановка qilingan ekan, polni monitorda ошибкаларni o'chirdik. Xullas 9.400.000 so'm ichida shuncha ishlar bitib ketdi. Akamiz patolog, lekin biz qoraytirmaganmiz. Shu qoraligini hisobiga ham ichi ko'rinmayapti. Xullas 9.400.000 so'm shuncha xizmat bo'ldi. Mashinani hozir topshirib yuboryapmiz. Agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qiling, pastga nomer qoldiraman. Joyimizga keladigan bo'lsa, Marg'ilonda Ko'kcho'rxonani ro'paras biznes zapravka ichida Tuning Center.uz.